2000-yilda Buxoro texnologiya instituti menejment fakultetiga o'qishga kirganman va bu men uchun juda katta baxt bo'lgan. Sababi o'sha yillarda o'qishga kirish universitetlarga soni cheklanganligi va talaba bo'lish istagi bo'lgan yoshlar juda ko'p edi. Va men grant asosida shu menejment fakultetiga o'qishga kirganman va bu albatta bizni o'qishga bo'lgan muhabbatimiz, ilmga bo'lgan izlanishimiz va ustozlarimizni sa'y-harakati orqali mana shu darajaga yetib o'qishga grant asosida o'qishga kirganmiz. Oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirgandan keyin juda ko'p do'st orttirdik. Talabalik davri oltin davr degan gap. Talabalik davrida biz birgalikda men bilan tahsil olgan kursdoshlarim katta lavozimlarda ishlaydi. Juda ko'pchiligi ilmga chanqoq, bilimga chanqoq, juda zo'r yoshlar to'planganligi va ular bilan do'st bo'lganligi. Qolaversa, ustozlarning bergan bizga darslari biz uchun hammasi yangilik edi. Shu oliy ta'limga kirganimizdan keyin hamma darslar yangilik, hammasiga biz intilganmiz, harakat qilganmiz o'qishga, bilim olishga va biz bilan o'qishga boshlagan barcha shu talabalar hammasi bir xil, ya'ni ilmga chanqoqligi bilan ajralib turardi. Talabalik davrida menga eng katta ilhom bergan ustozlar ular juda ko'p. Eng katta biz uchun saboq bergan, bizni to'g'ri yo'lga yo'naltirgan rahmatli ustozimiz Shomurodov Tohir Ramazonich bo'ladilar. U kishi tomonidan bizni darsga kelib ketishimiz, o'zimizni tutishimiz, hayotiy qadam bosishimiz uchun juda katta rol o'ynagan desam adashmagan bo'lardim. Talabalik yillarida qandaydir qiyinchiliklarga duch kelganmisiz? Talabalik davrida endi qiyinchilik ko'p emas. Ekzamenga kirganim juda katta hayajon bo'lgan menga, chunki bundan oldin biz bunaqa og'zaki, bunaqa ustozlarning oldida tik turib javob berish bu katta dars bo'lgan biz uchun. Hayajon bilan kirgan, tayyorgarlik qilganmiz. Endi qiyinchilik nima? Talabalik davrida qiyinchilik faqatgina o'qishga bo'lgan muhabbat bo'lsagina, o'qishga bo'lgan intilish bo'lsagina qiyinchilik bo'lmaydi deb o'ylayman. Bugungi kun talabalariga qanday maslahat berasiz? Bugungi kun talabalariga faqat bitta maslahatim shuki, talabalik davri bu Xudo tomonidan berilgan bir davr deb hisoblayman, chunki bu davrda bular unumli foydalanib, aqli esini faqatgina o'qishga qo'yib, bilim olishga qo'yib, harakat qilsa, til o'rganishga harakat qilsa, albatta kelajagi uchun juda katta foydasi tegadi degan bilaman va men hamma talabalarga bilim olishga harakat qilishlarini so'ragan bo'lar edim.